14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Ohangaron tumani prokuraturasi tomonidan 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz sohada mehnat qilgan faxriylar va yoshlar ishtirokidagi ma'naviy ma'rifiy tadbirdan tayyorlangan. 3 avlod uchrashuvi ma'naviy meros, mas'uliyatli kelajak sari qadam. Yurtimizda milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, avlodlar o'rtasida uzviylikni mustahkamlash hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. Mazkur uchrashuvda nuroniylar, harbiy xizmatchilar va yoshlar bir davrada jam bo'lib, hayotiy tajriba, mas'uliyat va burch tushunchalari haqida fikr almashdilar. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan 3 avlod uchrashuvi o'tkazildi. Tuman hokimligi va hamkorlikda o'tkazilmoqda ushbu tadbir. Biz harbiylar ham ishtirok etmoqdamiz. Tadbir ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Tadbir davomida voyaga yetgan o'quvchi yoshlarimiz uchun ichki ishlar bo'limlari tomonidan fuqarolik pasportlari topshirildi. Yoshlarimiz juda ham xursand. Ushbu fursatdan foydalanib 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan butun respublikamiz fuqarolarini tabriklab qolamiz. Bayram hammaga muborak bo'lsin. Uchrashuv davomida yoshlarga davlat va jamiyat oldidagi mas'uliyat, qonunlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish hamda fuqarolik burchini chuqur anglash zarurligi haqida atroflicha tushunchalar berildi. Nuroniylar o'zlarining boy hayotiy tajribalari, sabr-toqat va mehnat orqali erishilgan yutuqlari haqida so'zlab berdilar. Harbiy xizmatchilar esa yoshlarga intizom, mas'uliyat, jismoniy va ma'naviy tayyorgarlik muhimligi borasida amaliy maslahatlar berdilar hamda o'z xizmat faoliyatidan misollar keltirib, yoshlarni qat'iyatli bo'lishga undadilar. Bunday uchrashuvlar jamiyatimizda avlodlar o'rtasidagi mustahkam ko'prikni barpo etishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.